Polimer Binokor kompaniyasining Onyx loyihasi qurilishi boshlanganiga 2,5 oy bo'ldi. Qani shu paytga qadar qanday ishlar amalga oshirildi? Birgalikda ko'rib chiqamiz. Ketdik. Demak, hozir may oyining boshidamiz. Onyx loyihasining 17-19-bloklarida 9-qavat qurilmoqda. Mana bu tomonda 5-qavat, ko'rib turganingizdek, bu tomonda ham 5-qavat qurilmoqda. Hozircha bu yerda 180 ga yaqin ishchilar mehnat qilmoqda. Uylar tezkorlik bilan, eng muhimi, sifatli tarzda qurilmoqda. Ko'rib turganingizdek, yangi bloklarning eng dastlabki bosqichi, ya'ni kotlovan bosqichi boshlangan hozir bu yerda. Mana ish qizg'in tarzda davom etyapti. Bu uylarning koridor qismi hozircha korobka holatida, anchagina keng, hozir esa bitgan holatdagi ko'rinishini tomosha qilasiz. $90 million so'm boshlang'ich to'lov bilan 25 metr kvadratdan 97 metr kvadratgacha bo'lgan xonadonlarni bo'lib to'lash yo'li orqali ham sotib olishingiz mumkin. Hozir esa ushbu xonadonlarning tayyor holatdagi ko'rinishini tomosha qilamiz. Sotuv ochilgan 8 ta blokdagi xonadonlarning ko'p qismi allaqachon o'z egalarini topdi. Siz ham orzuyingizdagi uyga ega bo'lish uchun sotuv ofislarimizga tashrif buyuring yoki ekran pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.